Вот это хозяйство. Вы где верите? Штаны. Membrana degan material bu. O'zbekiston chiroq? Ha, Toshkentda. Aslidagi Garantiya 30 yil berishgan. Hozir mana 4 yil bo'ldi. Umuman hech qanaqa defekt chiqmadi hali. Quyoshda qolsa ham, sovuqda ham. bitta nervda to'la qo'ysak. Yo'q, biz doimlar cho'kadigan uchun beton qilmaganmiz. Жер склад готовой продукции екен. Минус 22 градус. Қой заморозкадан шыққаннан кейін ушул жаққа кирет экен. Шоқой заморозка 40 градус. С головой. Boshi qalati ishchanliklardan İçine olinadi. Keyin muzlatiladi. Cho'kmay zamorozka. Hozir образецlarni ko'rsataman. Tovarlar nariga septiradi. Hamma оборудование proyekt qilamiz, Latviyadan kelgan. Latviyada proyekt qilishda, оборудование hamma narsa Latviyadan kelgan. Mощность günlük qancha tonna? Yillik 2,5 ming tonna. 2,5 ming tonna. Shunday desa. Hozir bir kunda 6-7 ta, yaxshisi 8 tonnagacha